20 minutga bir qora mashina kelibla 15 xoltadagi pulni ko'tarib akirdi bular. Akirdi Rustam. "Va, bizning pullarimiz keldi ana. Pullarimiz keldi ana, keldi." deydi. Bankining ichida bir jiddiychilik paydo bo'lib ketdi shumi? O'da qo'llarini tükürib, yalab tayyaqlar. Mashinalarni mang'izib tayyaqlar. Cho'nqlarga. Teyotdan abi bayqa turgandim ha. Dedi ancha ting tong ti hao dedi-ku. Dedi Rustam badi berib. Ching sho'rim mema dedi. Amada qarab turdim. O'tkina. Va bu bosiyagina, va o'tkilar uzoq o'tkina. Va bu bosiyaginamis? Va alag'ini ayrim bu nima ayrim jumar uzoq o'xshamaymi? Makbetlik o'ta ayqa. Va qarabsan. Bosdi besib tekshirib. Ya texi pul yo'q ya bu kadar boshqa qarangiz bormi dedi. Boshqa emas, biz shu Shimfinjilda bor unda boshqa ketdik. Boshqa yo'q. Shunday men deb qoni berib etdi, shundan "Diyarxo" dedi. Men bordim. Qonili. Qancha maxfiy nomer desam 0dan 6 deydi. 0dan 6 ga uni maxfiy nomeri. O bakmi bir mukammal maxfiy nomer emas. O pul yo'q saqam. "Deysan xo" dedi Rustam borib. "Deysan xo" dedi men borib. Sen xovg'icha ishkimizni bordik. Qog'oz deganni yanchiq degan dublyoda qog'oz degan. Baş xovg'i keldi juma sotgan ketaylar. Shu endi bizga amal yo'qda shu pul kirsa, shu tomoqli yesak bo'ldi, boshqa jidal yo'q. 80-nomer banda baban ya ukam bu yoqda tuturinglar bo'lsizlar. Va boshqalarni kirdi va ish va bo'ldi dedi. Olsak janob pulni oladi, o'zimiznikini olamiz biz. Chiqmayotgan qarangda nima narsa o'tinamayqa. Soat 10:30 bo'lib ketdi yangicha. O'tkizibdi. "Jo'shi sanxo" deydi men boraman. Bo'ldi deb baban, bo'ldi jinim saqam urmaydi. O'tiribgina bo'ldi, o'tiribgina. Qanday qilamiz deb shunday qilib VIP bir uy bor-ku. Necha millionlik xaridalar o'tiradigan uyga. Baban juga va qalam qilmay o'tinglar degan. Jire deb Rustam chiqib VIP uy kirib oldi. Kirsanglar bir ko'k xolti berdik ya pul ko'tiradigan. 2 xolti berdi ishimizga. 2 so'm pulg'ida. Ammo qildigan o'rindiq bor-ku. Aşnada yetib oldik Rustam bilan. Voy. Voy. Ro'zaxon shunda bir narsa qo'lga jimoat. Davatat baban kirib, "Hey! Penimaçkisi?" Davatat bir kutishchi. Sen nemada ka jinkama dedi. "Voy, balan jinka emas, kunka bularniki. Chiqama. Juga, shang kirib, lift tushib o'ynanglar, juga chiqama." 11:20 bo'ldi. "Bu pul olamiz biz." "Nimani olsa?" "Bu pul va makada." "Aka qarangni." "Ama tekshirib beqamani?" "Maxfiy nomer qancha?" dedi. "Voy 0dan 6" deb baballe deyapti. Kun odam bulpopdi maxfiy nomerimizda. Şunu bilan kan apirib berdik. Ayol banketga ayoldan rahmi kelib qopti bizga. "Hey, mekina ishkan." Bu dedi. "Ilgirga qalam qilganlar bo'lsa, pitayim eslatib tashlagan qog'oz qarab qilganlar. Shu nomerini tashlab beribmiz biz." Tekshirib qilgan desam tekshirib, urmabdi saqam. "Qanchalik pul kerak bo'lsa, men berib turay yenimdan." Urganda kelinglar jinim saqam. Xizmat ular kelinglar men. Yo'qolgina 06 deb chiqirib etdi. Yani ümit üzmeymez. Yani bedem oturup baksan bir apamlığa demetlik bir çoğun mamay. "Hey, senin mehbi numarınla öldü oldu ki ya." Benim başta olsan avu. Bak teyze, unutma işte dersin ama. Uruptum ha dep işçileri ağır gitti bizim. 11:20 oldu. Bolda bankın takayımızdı. Bankını takıgıca oş kosak otadık. Bankadan çıkıp Rustam ikimiz bir-birimizni yetlab, jon yo'q. Baştan ketib barimizda. Fut degan osh qo'saq, kalp degan gez bog'lab ketib bardi. Bir jut ketgan bir okuklar bor-ku. Ne shu? Qilay bir 30 bekatga kelqaptimiz. 30 bekatda turadiq. Kalimga bir ko'k avtobus to'xtablar, hozirgacha yodimda bor 103 degan avtobus. Yavling sen. Bir avtobus to'xtablar, tonusharlashli birsi. "Ya Ro'zaxon, daqal dedigina." "Va nima voy, bura.
chiqib olib qolgan. Chiqsam tayinga O'rustanglik Shuhrat deb bir qitim ko'rishgandimiz, endi ko'rishsak. Bir qitim bir to'yga meni apiribdi-ka. Shu Abduzay deydi-ka, ko'cha Abduzning shopirki. Shu tonib qopti meni. Ve adaş Shuhrat deb tondim undaq chaqda 6-sezguldirim 16-yil ketdi. Ve nemiş qo'sa bu yoqda da, shuna yani petimdan tushmay. Va shu adaş ma'u Ablikim akamninki balasining to'yi kelgan. 3-4 kun to'yin o'ynab, bu go'sh-po'sh ashtaq qordaqlarni yepli mashikimiz bir langman seg'inib adaş. Bir langman ham topamay, yaman qiynalib ketishimmi? Bir langman ham ushirib ketgan bo'lsa degan narsa. Voy langman yedigan ish bo'lsa bu chata yo'q adaş. Sen bir şey dedimsen, boşuna ayda 3 yılda kıldamış, karmayda ben. Ketti. Ketip barda, ağaçça bunu tonuşturup kaldım ben. Ruzak adaş, düşte lağmen neme yipirme ama koyup ememecim o, deydi o. Oy, biz koşulsak koyup eredik, ne o? Ketidgan kıçı, o kalk balağı kaldı ya o.